aygu. Xayrli kun, xayrli tong. Hop, 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 hop. Ey jonim mani. Aha. Bog'chaga tayyormiz. Marosimimiz bog'chaga ketish. Ana. Bolalarni bog'chaga kuzatib, уже er-xotin ikkalamiz завтрак qilishga o'tiryapmiz. Shunaqa qilib по-быстрому tezgina stol накрывать qilib oldim. Bizda qishda qulupnay sezoni boshlanadi, sezon boshlandi. Koreyskiy qulupnaylar rosa mazali bo'ladi. Qazini o'zbek magazinidan olganmiz. Tuxum ustiga mana shunaqa sedana sepib yeyishni yaxshi ko'raman. Xullas, bular qaymoq. Kstati, mana o'zbekcha magazindan olingan qaymoq mazali emas ekan. Mana bu yaxshi ekan. Keyinroq ko'rsataman Koreyadagilar uchun qaysi qaymoq yaxshiligini. Chunki buni biz Costcodan olgandik. Bu mazaliroq ekan, o'zimiz qaymoqga o'xshab. Bu smetana ekan, qaymoq emas ekan. Вот так. Mana qaymoq ko'rsataman degandim. Mana buni biz Fortunadan olgan qaymog'imiz. Balkim kimgadir yoqar, balkim kimgadir yoqmas, lekin menga mana yeb bo'ldi почти. Ozgina yarmi qoldi. Uncha yoqmadi, chunki qaymoq emas, smetanaga o'xshadi. Qaymoq baribir mazasi boshqacha yoqimli bo'lardi-ku. Bunaqa bunda sal kisliroq maza bor ekan. Mana bu qaymoqni, to'g'ri bu suyuq, lekin Costcodan olgandik. Ozgina mana bunaqa mikserlar bo'lsa ko'pirtirib olsanglar, mazasi o'zimiz O'zbekistondagi qaymoqlarga, mana bu svejiy qaymoqlar bo'ladi-yu, o'sha qaymoqlarga o'xshaydi juda ham. Buni biz Costcodan olgandik, yoqdi. Ikkitadan sotilar ekan. Bittasi уже bo'shadi, bu ham где-то mana shu yergacha qoldi. Tavsiya qilaman. Qaymoq yaxshi ko'radiganlarga. Smetana uchun esa buni menimcha smetanasi ham bor, bilmadim, yeb ko'rmadim. Albatta hech kimning biznesiga ta'sir qilish niyatim yo'q. Bu chista meni o'zimni anaqam, men hijolat bo'laman, yoqmadi deyishga ham ovqatda unaqa deb bo'lmaydi-yu. Chista menga tushmadi mazasi. Lekin men buni sour cream smetana yaxshi ko'radiganlar mana shuni tavsiya qilaman. Конечно, o'zbekskiy magazinlarga borib smetana topa olmasangiz mabodo koreyskiy matlarda sotiladi. Mazasi yaxshi juda ham такой to'yimli yoqadi menga. Shu ikkitasini tavsiya qilaman. Oshga kelinglar, oshga. Kim qanaqa qiladi bilmadim, men lekin shunaqa qop-qora qilib olaman piyozini. Umuman hidi yoki achchig'i yo'qolib ketadi, xavotir olmang. Menga shunaqa qora piyozda pishgan osh yoqadi. Bunaqa lazer guruchni olgandik o'tgan kuni Fortunadan. Shunda qilyapman. Bu yerda 1 kilo, men 2 kosani soldim. Ozgina qoldi. Tagida mana shunchagina. Mayli, keyin safar nimadirga ishlatib boraman. Keyin guruch tozalab oldik. Mana o'zimizni lazer guruch tozalab oldim. Men bunaqa qilib ziralarni ezib oldim. O'qlovda meni ezadiganim yo'q. Pomidor bodring, tagida piyoz to'g'ri bo'ldim. Mana shunaqa maydalangan chesnokni ham olib chiqib qo'ydim. Nimaga bular ikkalasi kerak? Men guruchga aralashtiraman. Yuvib, guruchni nimada ivitib qo'ymayman, suvda. Guruch bilan yuvilgan guruchga, xom guruchga aralashtirib qo'yaman-da, 5 minutdan keyin dimlab yuboraman. Oshimni damlab yuboraman. Shunaqa qilib pishadi. Hozir zirvagini ham ko'rsataman. Bolani qarang, mana bolani, voy, bog'chadan kelib, ayasiga qarashib turishibdi. Buzg'unchilik qilib. Bu meni qozonchamdagi oshcha. Men katta to'g'rayman shunaqa sabzilarni. Chunki ko'pincha Koreyada sabzilar ezilib maydalanib ketadi nimagadir. O'shanga katta to'g'rayman. Hozir zirvagim qaynayapti. Mana hamma narsani solganman. Bu tayoqcha damlaganni ishlataman, ozgina tagini ko'rgani. Qozonchamni esa Chorsu bozoridan olganman, kichkinagina. Bizga yetadi. Tak, mana guruchlarni tozalab, yuvib,
zira sepib, mana bu chesnok, maydalangan chesnok. Tuz sepdim. O, artistmi bolam? Rahmat jonim, rahmat. Zayn, Zaki, rahmat bolam. Rahmat qiling. Zayn nonni qiling. Zayn suv to'kib qo'ygan ekan. Zaki tozalab qo'ydi. Rahmat bolam. Rahmat jonim. Tozalab qo'yganingiz uchun. No. Mana shunaqa qilib aralashtirib olamiz yaxshilab. Men mana shunaqa narsa zakaz qildim. Hozir sizlar bilan birga raspakovka qilamiz. Qiziqib oldim to'g'risi. Hali hech qachon elektronniy sini ishlatmaganman. Lekin 5000 kommentariya va почти 5 dan 5 ekan otdiflari. Kim ishlatgan bo'lsa yozib ketinglar. Qanaqa ishlatishni unchalik yaxshi bilmayman. Menimcha zaryad qilinadi va keyin ishlatiladi. Mana bu yozilgan kitobchasi bor ekan. Hop. Bu yerdan ulanar ekan. Qo'lda ochib olamiz. 24 soat zaryadkada tursin debdi. Keyin bamni yoqib, bunday qilib ularkanmiz va ishlatarkanmiz. Hozir zaryadkaga ulab qo'ydim. Bizning qora oshimiz tayyor bo'lyapti. Olovni balandlatib qo'ydim. Hozir уже damlayman. Mani qoracha oshim hamma yoqqa sachrab, suvini tortyapti. Hozir уже qopqog'ini yopib qo'yaman. Kamayibdi ancha suv. Suvlari joyida. Yaxshi. Normalni hammasi. Damlab olamiz. Oshimiz tayyor bo'ldi. Ustini tarelka bilan yopib qo'ydim. Hozir endi ag'daraman men bu kattaroq nimachaga, tog'orachaga. Keyin go'shtini olib to'g'rab olib suzaman. Tayyor bo'ldi mana. Oshlarni suzib oldik chiroyli qilib. Mazza bo'ldi. Hozir men videoga olaman deb bolalarni turg'izib yubordim. Zayn o'tiruvdi. Mana shunaqa qora osh chiqdi. Menga shunaqasi yoqadi. Конечно, turmush o'rtog'imga ham aynan shunaqasi yoqadi. Kelinglar. Yoqimishda hapsiga.